Assalomu alaykum. Men vrach endokrinolog. Istorahat jarayonida bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan va Chexiyada malaka oshirgan inson sifatida hamda 3 nafar farzandning onasi, o'zim ham shu mavzuda juda ham qiziq bo'lganim uchun aynan bugun sizlar bilan o'smirlardagi kasalliklar, aynan gormonal holatdagi buzilishlar haqida gaplashamiz. Demak, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan mavzuyim aynan o'smirlar bo'lgani uchun kerakli onalar bilan, otalar bilan ham bu mavzuni to'liqroq qilib tushuntirib bersin. Demak, aynan o'smirlarda nima holatlar ko'proq kuzatilishini o'zinglar ko'zinglarning oldiga keltiring. Ulardagi ovqatlanish rejimi. Ovqatlanish rejimi judayam disbalansga olib keluvchi birinchi ehtimolliklardan biri hisoblanadi. Nimagaki, ko'pinchalik hozirda judayam modaga kelgan bu kofelar, frappuchinolar, yangicha chiqqan har xil bubble tealar va turli fast foodlar, ovqatlanish rejimlarini buzilish, bularning hammasi gormonal tizimga judayam katta ta'sir o'tkazadi. Aynan nimaga shu mavzuda aytmoqchimanki, chunki bu ko'pchilik qizlarda yoki bolalarda ko'raman, qo'lida ko'tarib yurib ichib yurishadi va bu ishtahani sразу bloklaydi. Kofelar o'zi umuman bunaqa shirin napitkalar judayam tez insulin resistentligini keltirib chiqaradi. Ya'ni insulinni pikka ko'targan paytda gormonlarimizda judayam katta buzilishlar bo'ladi. Ya'ni oshqozon osti beziga judayam katta nagruzka bo'lish boshlaydi va insonda yana ovqatlanishga bo'lgan ehtiyoj bir soatdan keyin judayam tez ko'tariladi. Shu ko'tarilish natijasida u insonda, shu o'smir bolada yoki o'smir qizda birinchi belgilari bu ovqat yedi. Ovqatni ham pala-pala tashqariga ko'chada tez pishadigan ovqatlarni iste'mol qilib oladi. Shundan keyin yana o'qishda davom etadi. Endi konsentratsiyasi, ya'ni o'zini xayollari bitta joyga kelib olishi uchun judayam ko'p vaqt kerak bo'ladi. Nimagaki, bunaqa insulin rezistentlik, insulinni bunaqa pikka chiqqanidan keyin albatta ovqatni pala-partishi xohlagancha judayam ko'plab jigarga nagruzka bergandan keyin o'zini konsentratsiyasi bu umumiy gormonal disbalanslarni hisobiga ham hosil bo'lgan konsentratsiya buzilishlari yana ham boshlanadi. Ya'ni u xayollari uchib yuradi. Siz gapirasiz-ku, sizga qarab turgan holda 10 xil narsani o'ylaydi. Nimagaki, bunaqa holatda jigar o'zidagi hamma fermentlarni, hamma kerakli mahsulotlarni aynan shu narsalarni, o'sha ertalab ichgan o'sha suyu moddasini va yegan hot-dog gamburgerlarini parchalash uchun kechasi bilan ishlab chiqib, ya'ni yoki o'sha kuni ishlagandan keyin uni hech qanaqa gormonlarga holi qolmaydi va shuni natijasida u yana ham buzilishlarni ko'paytiradi. Ya'ni gormonlar u bolaga juda ham kerak. U qizga endi gormonlarni nima deydi, ochilish bo'lyapti. Jinskiy gormonlar ko'tariladi. O'g'il bolali erkaklik gormonlari ko'tarilishi kerak. Lekin organizm hayron. Nima qilish kerak bunaqa paytda? Bunaqa paytda o'shaning uchun bu jahl bilan sizga murojaat qiladi. Ya'ni jahldorligi tezligi ko'payadi. Va qanchalik bunaqa agressiyasi kuchaysa, shuncha yana kortizol ko'tariladi. Shuning hisobiga yana insulin ko'tariladi, yana ovqat yeyish kuchayadi. Ovqatda alamni olish boshlagan sari uni semirishi ham kuzatiladi. Agar semirmaydigan ozg'in inson bo'lsa, u o'zini xohishlarini shirinliklar bilan bosadi. Va bu yana ham zamburug'larni, bakteriyalarni ichaklarida ko'payishiga va mazza qilib ko'payib ovqat yeb yotishiga va ayni paytda bo'lsa u yana shirinlikni so'rab bunt qilishiga olib keladi. Va bu hamma ovqatlanish rejimining buzilishi aynan gormonal disbalanslarni yana ham kuchaytiradi. O'zi yod yetishmovchiligi, o'zi selen yetishmovchiligi, organizmda vitamin so'rab yotibdi, kalsiylar yo'q, lekin bu bola, ya'ni o'smir bola faqatgina hot-dogdan o'sha gamburger bilan ovqatlanish natijasida yana ham disbalanslarni kuchaytiraveradi va buni natijasida gormonlar buzilishi yana ortib boradi. Qizlarda kistalarni paydo bo'lishiga, tuxumdonlarni o'tirib qolishiga, menstruatsiyasi kelib yo'q bo'lib ketadi 6 oylab. Yana ayol ginekologga murojaat qilishi mumkin. Har xil ginekologik dorilarni ichirishi mumkin. Yana disbalanslar kuchayib boradi. Nimagaki,
endokrinon huzuriga kelganingizda bu muammoni ketma-ketligini to'g'ri yechimi bu. Ya'ni ovqatlanish rejimidan boshlab to uni qanaqa tarzda to'g'irlashgacha yetib boriladi. Ya'ni birdaniga yo'q bu napitkalarni ichmaysan yoki bu fast foodlarni yemaysan, bugundan to'g'ri ovqatlansan, o't o'lanlaysan deganingiz bilan u yana unutqilib sizga nojo'ya ta'sirlarni yana ham kuchaytiradi va bu uni organizmiga yana zarar yetadi. Nimagaki hammamiz o'smir yoshda bo'lganmiz. Hammamizda bo'ladigan narsa bu. Ya'ni onasini ko'p eshitmaydi. Nimagaki siz uni mehribonasiz, siz uni eshitmasini ham u sizni qabul qilasiz va sizni yaxshi ko'rganidan ham просто bu narsalarni juda ham qattiq qo'yniga olmaydi. Lekin vrach bilan gaplashganida unga to'g'ri maslahatlar berilsa, butun dunyo tomonidan berilgan maslahatlarni o'sha faktlarni keltirib o'tilsa, uni miyasi bu narsani qabul qiladi. Keyinchalik hayot uchun yangi pog'ona boshlaydi. Buni juda ham ko'plab mavzularda yoritishimiz mumkin. Mani kuzatishda davom eting va keyinchalik sizlar bilan yana bu mavzularga qaytishga harakat